أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Biror boshliq huzuriga kiradigan bo'lsa, boshliq unga zulm qilishi kutilayotgan yoki biror nohaqlik qilishi, g'azab qilishidan xavf qilinayotgan bo'lsa, Qasos surasida shunday oyatlar borki, ularni 7 marotaba o'qib, 3 marotaba vallohu g'olibun ala amrihi deb kirsa, Alloh uni zarardan himoya qiladi. Bu sinalgan. Bu oyatlar kimlarga ana shunday tajalli qiladi bilasizmi? Taqvodorga, umumiy qilib aytganda parhezgorga. Ma'lumki bir kasallikka chalingan kishiga turli parhezlar buyuriladi. Rioya qilsa sog'ayadi, foyda topadi. Mu'minga ham Alloh nusratidan bahramand bo'lish uchun o'ziga xos parhezlar belgilab berilgan. Ularni bu yerda sanab o'tirsak, suhbatimiz haddan ziyod cho'zilib ketadi. Chora izlayotgan kishi vaqt topib taqvo haqida ilm talab qilsin. Biz esa qisqa qilib Allohning Al-Vujud ismini sharhlab o'tamiz. Allohning vujudligi, ya'ni borligi bor qilinish bilan emas, boshqa mahluqotlarning vujudligi borliqqa keltirilish bilan aloqadordir. Ammo Alloh azalda bo'lgan, abadda bo'ladi. Uning mavjudligini butun borliq isbotlab turibdi. Oddiy qo'lingga qara. Barmoqlaring shunday bir tartibdaki, zarracha xato bo'lmagan. U sen uchun shunday qulay bir asbobki, tuksang gurzi, o'rtoqmoq, yoysang kurakcha, yana cho'mich, qoshiq, ikkisini birlashtirsang yaxshigina kosacha bo'ladi. Somon kabilarni jamlash uchun grabel bo'ladi. Mayda donalarni terib oluvchi omburcha bo'ladi. Xullas, barmoqlarning o'lchamlari bu bir necha asbob bo'la olish uchun shunday qilingan. Bu qulaylikni bizga kim qasd qilgan bo'lishi mumkin? Bu savol ilohning vujudligini yuzaga chiqaradi. Bir kitobni qo'lingizga tutqazib, o'zi yozilib qoldi iddaosini qilsa, ishonish u yoqda tursin, bir zum taraddud ham qilib o'tirmay inkor qilasiz. Kitob avtor borligini, uning vujudligini isbotlaydigan bir hujjat bo'ladi. Butun vujudimiz olam kitobi kabi tartib bilan yozilgan Allohning al-vujud ekanini dalilidir. Biror boshliq oldiga kirishdan oldin yoki musofirdagi do'stlarimiz hujjati bo'yicha muhim bir idoraga borishdan oldin Qasos surasining 68-70 oyatlarini 7 marotaba o'qib, 3 marotaba vallohu g'olibun ala amrihi deya qo'liga dan solib, yuzi va boshlariga surib, so'ngra borsa, ishi oson va qulay hal bo'ladi inshaalloh taolo. Yaxshi xush muomala ko'radi. Marhamat oyatlar kirillcha va arabchada pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan.